Assalomu alaykum. YouTube'dagi Smartbook'ning obunachilari. Biz anchadan beri sizlarga MacBook'larni obzor qilmay qo'yuvdik. Deyarli adashmasam 1 yilcha bo'lib qoldi. Xudo xolasa bugundan mana boshladik. Har hafta hech bo'lmasa bitta ikkita video qilib turamiz. Bizga birinchi navbatda podpisание bo'lib qo'yinglar. Adashmasam tugma anaqasi bor, o'shani ham bosib qo'ysanglar. Sizlarda eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib boramiz. Xudo xolasa bugun sizlarga assortiment bizda do'konda hamma model bor. Intel protsessor deysizlarmi, M1, M2, MacBook Pro'ni M5 gacha bo'lganlaridan ham bor. Xo'p, kelinglar, bugun tanishib o'tamiz. Sizlar bilan Neo'imiz bor, Air M1imiz. Xo'p, bunimiz Air M2, Air M3, MacBook Pro chipligidan olib qo'yganmiz, ya'ni M1 Pro chipi bu, yana 16 ekran dyuymligidan olib qo'yganmiz. Xudo xolasa sizlar bilan bugungi obzorimizda shularni ko'rib chiqamiz. Undan tashqari bizda bilasizlar, Magic Mouse'lar ham bor. Mana pastda zaryadkalarimiz ham bor. Xo'p, boshladik. Hozirgi paytdagi eng ko'p anaqa temada bo'layotgani mana bu MacBook Neo, o'zingizlar ham bilasizlar. Instagramda bannerlarni aylantirib yotishibdi. Reklamani qattiq qilishyapti. Xo'p, 8 ga 256 taligisi chiqqan buni, 8 ga 512 taligisidan ham bor. 8 ga 256 taligida anaqa podsvetkasi bo'lmaydi, touch ID yo'q. Qolgan tomonlama sistema полностью ichi bir xil. Pamitida anaqa bo'ladi. 256 talik bo'ladi, 512 talik bo'ladi. 512 taligisi bozorda hozirgi momentda 730-740 dollar atrofida yangisini sotishyapti rangiga qarab. Xo'p, 256 taligisining narxi 640 dollar, 650 dollar. Ana o'zini ham ko'rishinglar mumkin. Holatlari yaxshi holatda. Hozirgi paytdagi qizlar eng ko'p olinayotgan model mana shu rang, narxi ham qimmatroq. Даже ko'rasizlar, mana fonigacha ham bir xil qilib qo'yibdi buni. Fonigacha ham ranglarini bir xil qilib qo'ygan. Zo'r holatda mana bunaqa кейslari ham bor bizda. Bemalol do'konga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Sikli qanaqa akmal uni? Sikllari bizda o'zi 100 yonkus bitta, ikkita. Eng ko'p 10 tagacha bo'lgan sikllardan bor. Bu hisobida qilib beramiz sizlarga 600 dollar atrofida. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib yoki Telegramdan yozsanglar, adminlar sizlarga chiroyli narxda qilib berishadi, ya'ni sunnatiga ham o'tib beramiz. Xo'p, keyingi modelimiz Air M1imiz. Bu silver rangligidan bugun obzorga qo'yganmiz. Bundan xohlasalar Space Gray, xohlasalar Silver. O'zi aslovni eng ko'p sotiladigan rangi ikkalasi bo'ladi. Gold, Rose Gold rangidan ham qo'yganmiz. Qizlarga onda-sonda 2-3 ta olib qo'yamiz assortimentga. Narxlari hozirgi paytda do'konimizda 450 dollardan maksimum 550 dollargacha 100 yonkuslilari bo'lsa, uni ham 530 dollargacha ham qilib beramiz. 512 taliklari 500 dan yonkusliga qarab 600 gacha ham bo'ladi. Endi uni ham ustiga kelib bemalol talashib tortishib olib ketaversanglar ham bo'ladi. Xo'p, buni ham bitta holatini ko'rsatib o'ting. Operator mana silver rangligisini olib qo'yganmiz. Bizda bilasizlar, klaviaturalari deyarli hammasi idealniy, yaltirilib ketmagan tiniq holatda bo'ladi. 80 yonkuslilarini bozorda ko'rsanglar, klaviaturalari ko'p yaltirilib ketgan, ezilib qolgan, qanaqadir muammolari bor bo'ladi. Bizda bilasizlar, garantiya MacBooklarga 2 oy garantiya beramiz. Garantiyada ham qanaqa bo'ladi? Xo'p, ertaga MacBookni olib ketdingiz deylik, uyingizga olib ishlatasiz. Defekt chiqsa, qanaqadir ishlash tomonlama muammo, ошибкасы chiqadigan bo'lsa, do'konga olib kelasiz. Ko'ramiz, ustiga tekshirtirib ko'ramiz. Tekshirtirganimizda ошибкасы o'sha haqiqatdan MacBookda o'zida bo'ladigan bo'lsa, tuzattirib beramiz o'zimiz do'kon tomonidan. Agar tuzattirib bera olmasak, boshma-bosh alishtirib olib ketaverasiz. Keyin Akmal savol bor edi, bo'lib to'lash qanaqa bo'ladi? Aytgancha bizda bo'lib to'lash ham bor. Hozirgi paytda ikki xil variantda qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Ko'pchilikda bozorda o'zi hozir bo'lib to'lash salgina muammo, MacBook bo'yicha ko'proq naqdga anaqa do'konlar sotishyapti. Bizda bo'lib to'lash sharti, birinchi shartimiz Toshkent shahar, Toshkent viloyat doimiy propiskaligi bo'lsa, karta oborotiga qilib beramiz. Hech qanaqa iCloudsiz, hech qanaqa xohlasalar bosh to'lovsiz ham xohlagan modelini M1 dan xohlab M5 gacha bo'lganini bemalol olishsa bo'ladi. Ikkinchi variantimiz endi u O'zbekiston fuqaroligisi bo'lsa bo'ldi. O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, telefonlarning modeli iPhone 13 dan baland model bo'ladigan bo'lsa, 40% boshlang'ich to'lov bilan ham qilib beramiz. Uni endi adminlarga aloqaga chiqishadi yoki do'konimizga kelsalar batafsil ma'lumotini ham beramiz. Xo'p, keyingi obzorimizda Air M2miz. Bu endi o'zi asnovni Air M1 bilan Air M2 hozirgi paytda eng ko'p sotilyapti. Nima uchun desanglar, Air M1 narxiga stoyishi bo'lgan, arzonchi va eng kuchli bo'lgan modellardan.
zaryadkaligisi 7 soatdan 8 soatgacha ishlatishingizga qarab 15 soatgacha bemalol ishlab beradi. Hozirgi ofisni ishlarga, zamonaviy kasblarga, studentlarga zo'r variant. Tavsiya beraman. AirM1 masalan $450 stoyish deb o'ylayman. Mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Zaryadkasi ham ancha vaqt ketadi. Premium segmentdagilarni xohlaydigan bo'lsanglar, AirM2 olganinglarni tavsiya beraman. AirM2 dizaynda o'zgartirish kiritgan. 2022 dan boshlab bular chiqishni boshlagan. Ko'rib turibsizlar, buni ham silver rangligisini olib qo'yganmiz. Do'konga 8 ga 256 talik bizda asnovni. Xohlasanglar 16 ga 256, xohlasanglar 8 ga 512 talik. Bunaqasidan ham qilib beraveramiz. Mana holatini ko'rib turibsizlar, bu ham zo'r holatda turibdi. Buni ham studentlarga yengil montajlarni bemalol bajarsanglar bo'ladi. Dasturlashga ham cho'tki ishlayveradi. AirM1 ham, AirM2 ham dasturlashga oladiganlarga ham buni tavsiya beraman. Istalgan ishlarni bemalol qiynalmasdan universal desa ham bo'ladi, to'g'risini aytganda. Akmal, keyin yana bitta savol, ko'rsatgan modellar qolmay qolsa topib bera olamizmi? Assortiment bormi? Xudo xolasa, shu paytgacha assortimentda bizda muammo bo'lmagan. Do'konda 150 tagacha bo'lgan MacBooklar bor. 150 tagacha bo'lgan MacBook ichida istalganini topa olmasangiz, ozgina qiynalgan bo'lsangiz, 2 kun, 3 kun ichida zakazga ham olib kelib beramiz. Zakazga ham to'lovni oldindan qilib qo'ysanglar, xohlasanglar ishonsanglar, xohlasanglar 50% cha qilib qo'ysanglar, olib kelib beramiz. 2 kun, 3 kun ichida xudo xolasa yetkazib beramiz. Xo'p, sizlarga o'zi qiziq bo'lyaptimi bizning obzorimizni, yoqyaptimi, qanaqa modellarni ko'proq olib chiqaylik YouTube'da? Iloji bo'lsa kommentariyaga yozib ketsanglar fikringizni, biz sizlarga xudo xolasa keyingi videolarimizda o'shani obzor qilib beramiz yoki narxlari bilan tanishtirib beramiz. Aytgancha bizda Smartbook'da Telegram kanali bor. O'shanga o'tib olsanglar zo'r bo'ladi, chunki u yerda har kunlik 10 tagacha yaqin MacBooklarni rasmlari, ma'lumotlari, narxlari, bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladimi, yo'qmi? Bemalol adminlarga yozsanglar 24 soat onlayn sizlarga javob beradi. Agar kechki payt uxlayotgan bo'lsa, bezda qilib qo'ysanglar, endi javob bera olmasligi mumkin. U ham odam dam oladi, to'g'ri. Ish paytida bizda soat 11 dan boshlab kechki soat 8 gacha bemalol yozsanglar, telefon qilsanglar javob olasizlar. Hamma anaqa savolinglarga javob beramiz, xudo xolasa. Xo'p, keyingisi AirM3imiz. Hozirgi paytda AirM2 defitsit bo'lib turgan paytda ko'pchilik AirM3 olyapti, chunki AirM2 ga yaqinroq bo'lgan variant bu, narxi ham o'shanga yaqinroq chiqadi. Narxlargisi $750 dan $800 atrofigacha, yonkislari juda baland bo'ladi. Bularniki 90 dan baland yonkisliklar hammasi. Ko'rib turibsizlar, holatlari ham tiniq turibdi, unaqa yomon ketmagan. Ozgina dog'lar bu qo'l izi. Hozirgina o'zi videoni olishimizdan oldin klientlarni ko'rsatganmiz. To'g'ri, srazi tayyorgarliksiz oldik videoni. O'sha hisobiga ozgina dog'lari bor. Bu ham tiniq, mana ko'rib turibsizlar. Bizda asnovni hammasi tiniq holatda bo'ladi. Koreyadan odamlar ishlatgan, odamlarni qo'ldan olamiz. Bizda res bo'lmaydi, ya'ni qayta ishlab chiqarilgan yoki Dubaydan qayta ishlab chiqarilib res bo'lgan, batareykasi alishgan nimadir bo'lganlarni biz olib kelmaymiz. Bizda 99% Koreyadan keladi. Koreyadan bizga o'xshagan odamlar, ishlatgan odamlarni qo'ldan sotib olib, sizlar uchun olib kelib beramiz. AirM3 bu ham Airlar o'zi hammasi yengil ofisni ishlar uchun hisoblanadi. Agar siz og'irroq ish bajaradigan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi safar sizga ham obzor qilib beramiz, xudo xolasa. Narxlari qanaqa chiqyapti? M2, M3 narxlari qanaqa chiqyapti? Qarang, M2larniki $600 dan boshlanyapti, xudo xolasa. $600 dan maksimum $700 gacha 100 yonkisda bo'ladigan bo'lsa, pamyatiga qarab 512 talik, 256 talik xotirasiga qarab. M3larniki esa $750 dan boshlanyapti. $750 dan $800 gacha, 8 ga 256 talik bo'ladi. Hop, yonkisiga qarab ham. Endi o'sha narxi har kun o'zgarib turibdi. Iloji bo'lsa Telegram kanalimizga obuna bo'lib oling. Telegram kanalimizni silkasini post tagida qoldiraman. O'sha yerdan bemalol o'tib olib, ko'rib, narxlari bilan tanishib, rasmlarini ko'rib, agar rasmlarga ishonmasanglar, adminlarga yozsanglar, video ham tashlab berishadi. Endi ikkita maestroga o'tadigan bo'lsak, bular pro chiplilar bo'ladi. Pro chiplilarni video montajyorlar, koderlar, mana professional ishlaydiganlar bo'ladi-yu, og'ir ishlaringizni bemalol bajaradi, chunki bularda grafik kartasi bo'ladi. Grafik karta sizga yuqori kачествоda ishlashingizga yordam beradi. Render qilayotganingizda yoki biror bir programmada загрузка qilayotganingizda qiynalib qolmaydi. Airlarda bunaqa narsa sal slabiyroq bo'ladi. Pro chiplilarda ayniqsa ancha kuchli.
masalan M1 ni oladigan bo'lsak, Pro chipli M1, bunda yadro 10 yadro bo'ladi, protsessorda grafik kartadagisida 14 ekran, 16 ga 512 taligisida 14 bo'ladi. 16 ekran dyumligisida esa 16 yadro bo'ladi grafik kartasida, protsessorda 10 yadro bo'ladi. Xo'p, bularni narxlari bilan tanishadigan bo'lsak, bizda hozirgi momentda bor. Bugungi sanamizda 9-iyun hisoblanayotgan bo'lsa, 9-iyun kundagi narxlar bo'lyapti hozirlar bilan. Xo'p, 9-iyundagi narxi bizda $8 boshlab holatiga qarab olsanglar bo'ladi. Bizda hozir ko'proq silver rangligisidan bor, 16 ga 512 talik. Keyingisi 16 ekran dyumligisi MacBook Pro M1 Pro chip, 16 ga emas, bu 32 ga 512 talik. Operativkasi juda katta, buni bemalol montajyorlar, balki After'da ishlaydiganlar, Premiere Pro'da ishlaydiganlar qiynalmasdan ishlatsanglar bo'ladi. Zo'r variant bu. Mana ko'rib turibsizlar, yonkislari bularni yonkisi 95 dan 100 gacha bo'ladi. Narxini ham bozordan ancha arzon deb o'ylayman. Bemalol yana solishtirib ko'rsanglar bo'ladi Telegram kanalimizdagi narxlar bilan. Narxini ham $900 dan $950 gacha qilib beramiz. YouTubedan kelgan obunachilarimizga alohida bonuslari ham bor. Undan tashqari ko'pchilik bizda MacBooklarga anaqa so'raydi, nima? Aksessuarda, короче, aksessuar so'rashadi. Magic Mouse'da ham bor bizda. Bundan xohlasanglar BUS'idan ham bor ishlatilgan. Xohlasanglar yengisidan ham qilib beramiz. Undan tashqari ko'pchiligi hozirgi momentda zaryadkasini kabelini uzib qo'yadi yoki galovkasini tokka kuydirib qo'yapti. O'sha hisobiga sizlar o'ylagan holatda xohlasanglar Donabayga, xohlasanglar Optimga ham bir xil narxda qilib beramiz. Pastda ko'rib turibsizlar, mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Har xil anaqasidan zaryadkalarini vatligisidan olib qo'yganmiz. 30 vattligi deysizlarmi, 61, 96 hammasidan bor. Keyingi videolarimizda qanaqa MacBooklarni obzor qilaylik, kommentariyada yozib qolinglar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.